Yalqov odam ne dinga, ne dunyoga foydasi bor. Yalqov odam o'ziga o'xshagan yalqovlarni 4ta 5tasini chaqirib olib, shular bilan gaplashib o'tiradi. Bekarchi vaqtini o'tkazadi. Qachon telefon qilsangiz bo'sh bo'ladi. Yo din, yo dunyoga foydasi tegish kerak. Yo din, yo dunyoga foydasi tegish kerak. Ulamolarimiz aytadi, uxla deydi. Hech bo'lmaganda uxla deydi. Nimaga? Bu o'ziga foydasi tegmayapti-yu. Boshqa odamlar foydali vaqtini olib qo'yadi. Ozgina pullarga Makka ahlini qo'ylarini boqib berardim. Men cho'ponlik qilardim deb Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Men cho'ponlik qilardim deb uyalmay bemalol aytayaptilar. Bizda mana yo Qur'onni o'qimaymiz, yo din bilan, yo dunyo bilan shug'ullanmaymiz. Masalan, e'tibor bersanglar, dunyo bilan ko'p mashg'ul bo'layotgan odamlarni ko'rsanglar, dinni ham o'qishadi. Darslarga ham borishadi. Qur'on o'rganadi, sunnat o'rganadi.